usulida shifrlash. Quyidagi savolga e'tibor beramiz. Hello so'zini start so'zi yordamida Vigener usulidan foydalanib shifrlang. Buning uchun biz alifboni ushbu ketma-ketlikda yozib olamiz. A, B, C, D va hokazo Z gacha ingliz alfabetini yozib olamiz. Va aytyapti bu yerda kalit so'z beriladi Vigener usulida. Demak, start so'zi yordamida deyapti. Startni qanday ko'rinishda yozamiz? Mana ani to'g'ridan ustuncha ko'rinishda star yozib olamiz. Endi esa mana ko'ryapmiz. S, T, U, V, W. Ya'ni mana bu yerda birinchi S yozyapmiz. Mana shu S dan keyin biz keladigan harfni yozishimiz kerak. S dan keyin T keladi. T, U, V, W, X, Y, Z. Mana tugab qoldi. Endi alfabetni boshidan boshlaymiz. A, B, C va hokazo davom ettirib ketaveramiz toki Z gacha. Va endi pastga tushamiz T'ga. T'ga tushganimizda mana T dan keyin nima keladi? U. T, U, V, W, X, Y, Z mana A, B, C boshlanib ketadi yana. Va hokazo A'ni yozdikmi? A'dan keyin B keladi. A, B, C, D, E, F, G va hokazo davom etadi. Undan keyin R keladi. Bu yerda R'dan keyin qaysi harf keladi? R'dan keyin S keladi. Mana bu jadvalda o'zi jadval berilgan 11-sinflar CSB'sida bu R'dan keyin S kelish kerak. S xato berilib qo'yilgan bu yerda. T, U, V, W, X, Y, Z. Undan keyin A boshlanadi. A, B, C, D, E, F, G va hokazo mana shunday davom etadi endi. Endi to'g'rilab oldik. Pastdagi qatorimizdagi harflar noto'g'ri ketgan. Buni to'g'rilab oldik. Endi esa nima qilamiz? Biz qaysi so'zni kodlashimiz kerak bo'ladi? Ya'ni hello so'zini kodlashimiz kerak. Mana bu yerga yozib olamiz. Hello. H harfini izlaymiz mana bu yerdan. Ya'ni birinchi mana alfabetimizni yozib olganmiz. Mana shu H harfini izlaymiz va uni birinchi o'rinda turganligi uchun birinchi belgini olamiz. Mana birinchi qatordagi belgini olamiz to'g'risidagi. Demak, H harfida mana bu yerda Z yozamiz. Undan keyin E ni izlaymiz. Mana E va E ni ikkinchi o'rinda turganligi uchun biz ikkinchi qatordagi belgisini olamiz. Demak, H. L ni izlaymiz. Mana L. Bu nechinchi o'rinda turibdi? 3-o'rinda turibdi. 1, 2, 3. 3-o'rindagisini olamiz. L deymiz. Undan keyin yana keyingi L ni olishimiz kerak. U 4-o'rinda turganligi uchun bu 4-o'rindagisi olinadi mana. C harfi olinadi. Va undan keyin O harfi turibdi, qaranglar. Biz 4 ta qatorni tugatib bo'ldik. Endi mana bu yerda hali harflar bor. Masalan, davom etyapti. Bu uchun ham yana qaytadan nima qilishimiz kerak? Boshlashimizga to'g'ri keladi. Ya'ni O harfi birinchi o'rindagisi olinadi. Ya'ni G. Bo'ldi. Bizga tugadi. Agar yana davom etsa, undan keyin 2-chi, 3-chi, 4-chi qatordagilarni olib ketaverardik. Demak, biz Vigener usulidan foydalanib shifrlaganda G natija
mana bunga teng bo'ldi. Bu yerda to'g'ri javoblar yo'q. Noto'g'ri berilgan. Bu yerda adashilgan. Mana bu to'g'ri javob desak, bu C ga aylanishi kerak bo'ladi. Undan keyin yana bitta usuli bor. Keyingi usuli, bu birinchi usul deb qo'yadigan bo'lsak, ikkinchi usulimiz qanaqa usulda? Ikkinchi usul berilgan alfavitimizni, ingliz alifbosini nima qilamiz? Indekslab chiqamiz, ya'ni 0 dan boshlab indekslab chiqiladi. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yigirma bir, 22, 23, 24, 25. Ya'ni oxirigacha zgacha indekslab oldik. Endi bu yerda hello so'zini yozib olamiz. Va tepasiga indeks raqamlarini yozib chiqaman. H harfini indeks raqami 7 ekan. Mana. E harfini indeks raqami 4. L harfini indeks raqami mana 11. Bu ham 11 bo'ladi. O harfini indeks raqami esa 14. Indekslarni yozib oldik va endi bizdagi kalit so'zni yozishimiz kerak tagida. Mana star so'zi. Demak yozamiz. Star. So'zini yozdik va mana bu yerda bitta harfimiz tagida harf yetmay qoldi. Yana xohlaguncha mana bu yerda masalan davom etishi mumkin so'zimiz. Siz nima qilasiz? Starni yana boshdan boshlaysiz. Demak C harfini yana yozamiz. Demak bo'ldi. Agar yana so'z bo'lsa, T, A, R ni davom ettirib ketaveramiz. Endi bu yerda stars so'zidagi har bitta belgini indeks raqamini yozib chiqamiz. S harfini indeks raqami mana 18 ekan. 18 yozamiz. T harfini indeks raqami 19. 19 yoziladi. A harfini indeks raqami 0. R harfini indeks raqami 17. Yana S harfini indeks raqamiga qaytyapmiz. Demak 18. Va tagini chizamiz. Indekslarni indekslariga qo'shib yozamiz. 7 ga 18 ni qo'shamiz. 25. 4 ga 19 ni qo'shamiz. 23. 11 ga 0 ni qo'shamiz. 11. 11 ga 17 ni qo'shamiz. Demak, mana bu yerda 11 ga 17 ni qo'shgan vaqtimizda 28 bo'lyapti. 28 da indeks raqami yo'q. Shuning uchun 28 ni olib jami harflar soni 26 ta. 26 ga bo'lgandagi qoldiqni olamiz. 28 26 ga bo'lamiz. 2 qoldiq. Demak, 2 qoldiq qolyaptimi? Mana shu 2 mana shu yerda yoziladi. 14 ga 18 ni qo'shamiz. 32. 32 ham 32 degan indeks yo'q, shuning uchun 26 ta harfga bo'lib qoldig'ini olib olamiz. 32 ni 26 ga bo'lganda 6 qoldiq ekan. 6 ni yozdik. Endi esa mana shu yerdagi har bitta indeks raqamiga mos keluvchi harflarni yozib chiqamiz. Mana Z 25 ga Z to'g'ri keladi. 23 ga H harfi, 11 ga yana L harfi to'g'ri kelar ekan va 2 ga S harfi va 6 ga
G harfi to'g'ri kelar ekan. Mana keyingi natijamiz, ya'ni ikkinchi usuldagi natija bo'ldi bu. Ko'ryapmiz. Birinchisida mana Z, X, L, S, G, Z, X, L, S, G. Natija mana shunga teng ekan.